Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar, aziz YouTube foydalanuvchilari, inshaalloh Xudo xolasa navbatdagi obyektimizni bitkazdik, ko'rib baho beraverasizlar do'stlar. Shunda yana garajning ichini tuning boshladik, yana bugun chiroylatib Xudo xolasa bitirib berdik. Uyni to'plab o'tirgan ekan, marmar bilan chiroyli bo'lib chiqdi do'stlar. Sanjar usto bilan birgalikda ishonni obod qildik Xudo xolasa do'stlar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlar bo'ladi, bemalol aloqa chiqarasizlar. Sizlar ham uylaringizni mramor granit toshlardan chiroylatib chiqarib beramiz do'stlar. Konfiguraga keladigan bo'lsak, kamush figura oldu do'stlar. Shunda meni zincir variantda chiroylatib chiqarib berdik. Endi Xudo xolasa sokol qismini bitkazib, buni videolarni qo'yib beramiz. Zina bo'ladi bu yerda chiroyli olib. Ularning videolarni qo'yamiz, ko'rib kuzatib boraverasizlar. Do'stlar, videolar yoqqan bo'lsa, bizni like bosib esdan chiqmasin. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga foydali, chiroyli videolarni chiqarishda davom etamiz. Sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz do'stlar.